haligi kambag'al mard bola deyishardi. Ko'p guvoh bo'lganman buni ham. Bir yigit o'ylanyotgandi, ustachilik qilardi. Qoratosh to'yxonasi bor. O'sha yerda to'yga etib keldi meni. Aka, men sizni niyat qilganman dedi. To'yimda xizmat qilib bering, men o'zim moshina sotadigan ustaman dedi. Bo'ldi dedim. Kim o'tkazadi to'yingni? Dejur kim bo'ladi desam, o'zimizdan mahalladagi Nig'mat akamdi, Rashid Qoriqov shogirdi Nig'mat. Lekin aka, rasa Abdulla Qurbonov orzu qilardim, hech ana qila olmayman, pul yig'a olmayman dedi. Abdulla Qurbonovning Go'zal yorimi hit bo'lgan payti, bomba bo'lgan payti. Rasa ana qolma, hech yig'a olmayman dedi, nasib dedi. Aytolmay ekanman, o'zinglar o'tkazib berasizlar deb aytdi. Bo'ldi dedim. To'y boshlandi, to'y bo'lyapti. Bir payt Abdulla Qurbon tapir-tupir yugurib kirib qoldi. Men aytdim, "Kuyov bola topdi" deb pullar dedim. Malades dedim niyatiga. Bitta go'zal yorimni aytdi-da, tapir-tupir yana chiqib ketdi. Abdulla Qurbon rahmatli ukasi Nabi. Nabi dedim, "Ne bitta aytib ketasanlar? Pulni olgandan keyin aytmaysanmi?" desam, kuldi-da, "Aka, to'yxona adashtirib qo'yinmiz" dedi. Nasib-da bu bolaga. Именно o'sha ashulasini yaxshi ko'rgan, kirib bitta go'zal yorimni aytib chiqib ketdi.